Qalerga ketmoqmiz. Tugunlarda qo'yuvdi, acham nimaga kelgan ekanlar desam, acham oxirgi farzandlarini uylayotgan ekanlar, bitta avtobus so'rab ketdilar. 8-avtobusdan. Nima deydilar acham? Bo'yga yetdi sutka qoqdim, uyda masal bo'ldi. Kelin qurg'ur Zahrodan avtobussiz kelmay. Bir avtobus bergin bolam. Sira kamlik ko'rmagur. Boshing sira quvonchlardan va to'ylardan chiqmadi. Mana o to'ydan tavarrud osh. Yenglar bolam osh bo'lsin. Kimki senga hasad qildi, miyasiga tosh yesin. Bu tugunda qazi qatra somsa degandek. Bunisida harom o'lgiriyu zakuskasi degandek. Amin bolam. Qozoningdan doim go'shtni qaynasin. Bolalaring qorsildatib import saqi chaynasin. Allohu akbar. Do'stlar, avtobuslarning direktorini kayfiyati umuman yo'q ekan. Chunki nechta bir avtobuslar sunnat sirib anaqa o'qigan ekan, avariya o'qigan ekan, jon acha deydi. Baqa yuring, olib chiqib ko'rsatyapti. Mana yuradigan bor avtobus xizmatda 7-8 dardi sari shundadir. Sobitxonni beray desam, orqasidan urg'ilgan. Sadr buzuq bir itakni bir qarasini surdirgan. Ishga olib rozimasman, bo'ying singur alini mana bugun leva qilib bukib ketdi valini. Nosir go'shti polvosidan 10 kunlikni tomayapti. Kecharasi tortganidek yurak qurg'ur yonyapti. Umarjonni beraysam, bola sho'rlik alkashroq, boz ustiga dokumenti chalkashroq. Mana so'yloq jakbar so'tak. O'ziga hech qaramaydi, zad namozni gudit qilib bu ham ishga yaramaydi. Bosqonni beray desam, 10-bor remont ko'rdi. To'y o'tmasdan suv bersa, unda suv. Bok shayton tormuzi yo'q, kanotkasi yegan. Islom kirda starter yo'q. Bu ham bir narsa bo'lgan. Ergashvoyni palonchilar eshib ketgan, Shamshiddinni kecha bilmayman, to'yda kimlar teshib ketdi. Shahab parasi yonmaydi, Rustam mayli borib kelsin. O'zi tuzi qiziqchi 5-6 kun qolib kelsin deb menga javob berdi. Endi o'rtoq Namangan shahrimizning markazida Askiyachi va qiziqchilar yangi telestudiyasini ochdik. Telestudiyamiz bitdi. Yaqinda o'z ijodini boshlaydi o'rtoqlar. Bu yangilikka bitta chapash olib qo'yinglar. Amerikaga chapash olyapsizlar, hali berib bitmaydi. Bitsa ham albatta 12-kanaldan ko'rsatuvlarimizni boshlab olamiz, faqat orqa tomondan chiqamiz. Telestudiyamizning programmasi assalomu alaykum. Televizorda yoqutlarning yurmagan qoshiqqa o'xshamaydi chiqdim. Ya o'zimizda Rustam aka edi sanaring. Men sizlarga qarab televizorda ichidan, Rustamjonlar, medichish. Futbol kecha belasi o'rib olingan Abdukarim buvani bog'ida ham ko'rsatiladi. Futbolda 15 minutlik taraf paytida Pop, Chus, To'raqo'rg'on rayondan taklif qilingan 28 nafar hech qayerda ishlamaydigan 8 tadan xotin olib qo'yilgan alimentchilar uzoqqa tupurish bo'yicha musobaqa. 16:00 da alkogollar uchun ko'rsatuv bugun Hushyorxonadan nimaga ko'rsatuvni sotib olgan ishxonaga olib boradi. 17:00 da Sharmanda kinostudiyasida suratga olingan ikki cholga bir kampir badiiy film. 18:00 da juda katta programmada lirik konsert Kuyda Toshtemir Toyloqov. Lekin konsertimiz bo'lmaydi chunki Toshtemir akam chet el safariga ketib qolganlar. Biz bu konsertga Toshtemir akamning o'rnlariga To'raqo'rg'on rayonida quruq mevalar zavodi qoshida tashkil etilgan Shaftoli oqa ansamblini taklif qildik. 21:30 da chorvadorlar uchun ko'rsatuv cho'pon ko'p bo'lsa qo'y harom bo'ladi. Ko'rsatuvni hayvonshunos olim Soliqboy Qo'chqor olib boradi. 22:00 da Ayibxon singari yosh kelin kuyovlar uchun 1001 kechadan parchalar beradi. 24:00 da Namangan shahridagi qariya otaxonlarning talabiga binoan o'tgan safargi qizlar davrasini yana so'l qilib qaytaradi.
Siz askiyachi va qiziqlarni programmasi bilan tanishdingiz. E'lonlar eshittiramiz. Kuni kecha Namangan rayonining markazida yangi hammom ishga tushirildi. Hammomda ichish, chekish, yalang'och bo'lib ommaviy raqslarga tushish. Shu qoidalarga amal qilmagan o'rtoqlaridan cho'milib bo'lgandan keyin shuni qaytarib bermaydi. Kuni kecha Pop rayonidagi Leningrad kolxozining ajoyib traktorchisi Qo'chqoralik Ergashevning xotini birdaniga 4 ta bola tug'di. Ajib ishki, Qo'chqoralik Ergashevning 4 ta xotini ham o'zini yaxshi his qilyapti. Erdan ajrash bo'yicha rekord qo'ygan Jimjimaxon Hamdamova navbatdagi eri bilan ajrashdi. Bu odati bo'yicha erdan ajrashayotgan paytda erini betiga tupurib ajrashar edi. Bu safar tupurib kelmadi. Tupurib undan oldingi erlariga sar bo'lib ketgan. Yangilik. Ob-havo ma'lumoti. Qimmatli o'rtoqlar. Shu kecha kunduzda havoning keti burilib turadi. iPhone'ni to'yib o'tib o'tmaguncha g'arb tomondan 200 metr tezlikda shamol esa, ba'zi bir joylarda tuyalar uchib ketadi. Echkilar omon qoladi. Namanganning Baliqchi ko'chasining tepasida qora bulut yo to'xtaydi, yo to'xtamasa o'tib qoladi. Bu hayotga qarab. Bu hayotda bir hayot keladi. Yana Baliqchi ko'chasining tepasida turadi. Qisqa muddatli jarayonda son tugiyo o'tadi, safar qo'llar o'tadi. Salomat bo'ling.